Assalamu alaykum, hörmətli televizor yaxşımısınızlar? Mən bugünkü proqram riyasətçisi Aygül. Əziz qeyrindaşlar, aldı bilən sizlərə ürəkdən salam yollayman. Baş ştabi Germaniyanın Münxen şəhərindəki Şərqi Türkistan İnformasyon Mərkəzi tərəfindən təsis qılınğan Uyğur televiziyasının məxsus xəbərlər proqramısına xoş gəldinizlər. Xitay hakimiyyəti Şərqi Türkistanın yerli xalqıga qartıb kelayotgan siyasi besimini yanımı aşırış məqsədində bu rayonun yeza qışlaqlardakı saqçı və qanun xadimlərinin sanını özlüksüz köpəytib gəlməkdə. Şinjan gazetinin 7 ayının 10 gündəki xəbərdə göstərilishicha, növbətdə Şərqi Türkistanın yerlik çarvıçıları köçüb yaşayotgan tarqaq yaylaqlardımı məxsus saqçıxanalar qurilishqa başlagan. Məzkur xəbərdə yer alğan yuqarqı rəsm Altayның Köktoqay nahiyesi təvəsidiki yaylaqda qurulğan hərəkətçan saqçıxana bo'lib, bu saqçıxana çarvıçılar nəyə köçsə arqasından so'nishib birga köçüdü və çarvıçılarını nazorat qilish vəzifəsini ötəydi. Tianshan To'rining 7 ayının 10 günü xəbər qilishicha, Xotanning Keriya nahiyesidagi Laysu kenti xalqarалық ilmiy tekshirishdan o'tgan və dünya boyunca 4 çoğ uzun ömür ko'rish mərkəzinin biri. Xotan şəhəriga 200 neçə kilometr kildigan bu kentdə 2400 kişi yaşaydı. Bularning ichida 60 yaşdan yuqorilar 167 nəfər, 80 yaşdan yuqorilar 30 nəfər və 100 yaşdan aşqanlar 16 nəfər. Bu yıl 117 yaşqa kirgan Roza ismli buvay bu kentdə yeşi ən çoğ kişi bo'lib, onun bala, çaqa və nəvrə çəvrilərinin sani 60-70'e yetib barıdı və həmisi birgə yaşaydı. Bu kentdeki insanların heç biri tamak çəkməydiken, araq içməydiken, hətta qeyrilərinin aşqazını şəhərlərdəki o'ttir yaşlıq insanlarınkidən yaxşı bo'lib, işdiyi obdan teni sağlam və temən iken. Buvaylarımı xuddi yaşlardək tetik və dəmbəs maڭıdı iken. Kent boyunca 6000 moy terilg'i yeri bo'lib, qeyri yosh demasdan hammasi ishlaydigan. Bu kentda bog'vanchilik taraqqiy qilgan bo'lib, meva-cheva insonlarning eng asosli oziqlarining biri ekan. Ko'pchilikka ma'lum bo'lgandek, keyingi yillardan buyon Xitoy hokimiyati o'zining Turkiyada turishliq elchixonasi va konsulxonalari orqali Şərqi Türkistanның tarixi, siyasi, iqtisadi vəziyyəti burmulanğan Türkçe bir yürüş kitap jurnallarını nəşr qılıb tarqıtıb, bu arqılıq Türkiye xalqının közünü bu yaşqa və bu dövlətdə siyasi fəaliyyət elib beriyotgan təşkilatlarımızı qaralashqa urinib kelməkdə. Şərqi Türkistandakı Qorçaq hökumətmi yalğan dəlil isbatlarını oydurup çıxıb, Xitayning Türkiyədəki elçiləri saxta materiallar bilan təminləb kelməkdə. Şuna Xitayning Türkiyədəki elçiləri bilan Şərqi Türkistandakı Qorçaq hökumətinin əlaqəsi nəhayət to'liq. Məsələn, Şinjan iqtisadi gazetining xəbər qilishicha, 7 ayının 9 günü Xitayning Türkiyədə turishliq baş elçisi Sun Guoshang Ürümchiga ziyoratga kelib, Abnum rayonluq partikomining muavin sekretari Nur Bakri bilan ko'rishgan. Xitoy elchisi bu qitimqi ko'rish jarayonida o'tgan yili o'zlarining Turkiyada Şinjan madaniyat haftasi faoliyatini uyushtirib, Turkiyada yashayotgan muhojirlar va Turkiyaning har soha zotlari orasidagi kuchli ta'sir paydo qilganligini, bu orqali Şinjanning haqiqiy ahvolini tashviq qilishga ijobiy unumga erishganligini, muhojirlarning vatanparvarlik tuyg'ularini zo'r darajada oshirganligini og'zi-og'ziga tegmay maqtab ketgan. Xitoy elchisi yana bundan keyinmi o'zlarining Turkiyadagi radio, televiziyalardan va madaniyat san'at faoliyatlaridan foydalanib, tashqi tashviqot xizmatini kuchaytirib, Şinjanning muqimligi uchun asos soldiganligini bildirgan. Ürümchi Kashlik gazetining 7 ayının 10 günü xəbər qilishicha, Xitoy hökuməti bu yilning ichida Şərqi Türkistandan 5-ci əmgək küçü degan namdan başqa yurtlarga bo'libmi Xitoyga ishlamchilikka evatildigan 330 ming kishini makonlardan sürgün qilishdan burun
Xitoycha kurs va boshqa siyosiy va kasbiy ta'lim-tarbiyadan o'tkazildi ekan. Bu 330 ming kishining 80% bu yil ichida boshqa yurtlarga evatib bo'lishni amalga oshirdi ekan. Bularning hammasi 35 yoshdan tuvan yezi yoshlari bo'lib, qizlar asosliq salmoqni egallaydi. Adabiyot, san'at, sotsializm ishlari uchun xizmat qildirish degan shuar Xitoy hokimiyatining eng asosli shuarlarining biri. Shuning uchun Xitoy kommunistik hokimiyati Sharq Turkistonni ishg'ol qilgandan buyon Uyg'urlarning milliy madaniyati va san'atini o'zlarining razil siyosiy maqsadlari uchun majbur xizmat qildirishga tirishib keldi. Bu jarayonda Xitoy hokimiyati xalqimiz ichida to'nilgan ataqliq va talantliq san'atkorlarimizdan foydalanishni nishon qilgan bo'lib, ularni vosita qilib turib o'zlarining mustamlikachilik maqsadiga yetishga urinmoqda. Masalan, Xinjiang usulchilar jamiyatining raisi Dilnar Abdulla butun xalqimizga to'nilgan va xalqimizning cho'nqur hurmatiga sazovor bo'lgan talantliq san'atchilarimizning biri. Shunga Xitoy hokimiyati xuddi milliy rahbarimiz Rabiya xonimga ayni chaqda qo'llangan taktikasining aynisini qo'llanib, Dilnar Abdullani o'zlarining siyosiy sahnasiga so'rab kirgan. Uni mamlakatlik xalq vakillar qurultiyining a'zosi qilib, uning xalq ichidagi ta'siridan foydalanib, san'at sohasidagilarning ko'nglini o'zlariga moyil qilishga tirishib keldi. Hozir Dilnarning 7-8 mansibi bor. Tianshan to'rining xabar qilishicha, 7-ayning 10-kuni Abnum rayonlik partikom tashviq bo'limi Urumchida hashamatlik murosim o'tkazib, Xinjiang Dilnar madaniyat san'at almashtirish taraqqiyot fondi jamiyati qurilganligini jakolgan. Yuqorqi xabarda ko'rsatilishicha, bu fonda jamiyatining maqsadi Xinjiangning ko'p millatlik sotsialistik adabiyot san'at ishlarining taraqqiyotini ilgari surish ekan. Germaniya Dolqunlari radiosining xabar qilishicha, navbatda dunyoda taxminan 900 million pikap bo'lib, Xitoydagi pikaplarning soni 29 million. Avstriyada har 1000 odamga to'g'ri keladigan pikapning soni 551 bo'lib, Xitoynikidan 23 hassa yuqori. Yevropa Birligidagi 27 davlatda 231 million pikap bor. Amerikadagi pikaplarning soni 228 million. Har 1000 kishiga to'g'ri keladigan pikapning soni jihatda Amerika oldingi o'rinda turdi va 1000 kishiga 775 pikap to'g'ri keldi. Yevropa Birligida Luksemburg oldingi qatorda turdi va 1000 kishiga 665 mashina to'g'ri keldi. 1995-yili bütün dünya bo'yicha 500 million pikap bor bo'lgan bo'lsa, 12 yilda bir hassaga yaqin oshgan. Kishi beshiga pikap eng az to'g'ri keladigan davlatlar bo'lsa, Xitoy bilan Hindistondan iborat. Xinjiang gazetining xabar qilishicha, Xitoyning 6-qatimli G'arbiy rayon arxiv xizmati yig'ini o'sha oyning 6-kunidan e'tiboran Urumchida chaqirilishga boshlangan bo'lib, yig'inga Xitoyning g'arbdagi 10 o'lkasining arxiv tarmoqlari mas'ullari kelib qatnashgan. Yaqinqi yillardan buyon Sharq Turkistonda arxiv xizmatiga bo'lgan boshqarish alohida kuchaytirilgan bo'lib, navbatda Sharq Turkiston bo'yicha arxiv boshqarish ma'muriy tarmoqlarining soni 107 ga, arxiv xizmatida ishlayotganlarning soni bo'lsa 20 mingdan ko'proqqa yetgan. Hozir Sharq Turkistondagi 138 arxiv ambarda Xitoy hukumatiga oid 4 million 130 ming parchadan ortiq muhim arxiv saqlanayotibdi. Hurmatli televizor ko'ruvchilar, shuning bilan bu qitimqi maxsus xabarlar programmamiz oyoqlashdi. Xayr xo'sh, kelar qitimliq programmamizda ko'rishaylik.